Bugun axborot texnologiyalari jadal sur'atlarda rivojlanmoqda. Bu keng imkoniyatlar bilan birga xavfsizlikka yangi tahdidlarni ham keltirib chiqaradi. Jumladan, shaxsiy ma'lumotlarning sizib chiqishi, xakerlar hujumi bugunning jiddiy muammosi hisoblanadi. Xo'sh, bu kabi vaziyatlarning qanday oldini olish mumkin? Mavzuni hamkasbimiz Sohiba Akromova davom ettiradi. 28-mart 2023-yil Qashqadaryo viloyati. Internetda yigit qizning shaxsiy fotosuratlari va video tasvirlarini ijtimoiy tarmoqlar orqali qo'lga kiritib, ushbu suratlarni o'zining Telegram profiliga joylab qo'yadi. Shu tarzda uning shaxsiy hayot daxlsizligini buzib, surat va videolarni tarqatib yubormaslik evaziga qizdan 10 million so'm talab qilgan. Yoki yana bir holat, 2020-yil toshkentlik yigit Telegram messenjerida OK nomi bilan ro'yxatdan o'tkazilgan akkaunti orqali tanishgan qizning o'ta shaxsiy fotolarni va suhbatlarni olib, unga kerakli mablag'ni yubormasa qo'lga kiritgan ma'lumotlarni uning yaqinlariga yuborish bilan tahdid qiladi. Bu kabi holatlar haqida eshitganmiz, internet sahifalarida ham bu kabi voqealarga ko'plab duch kelamiz. To'g'ri, ularning ba'zilari huquq-tartibot idoralariga murojaat qilishadi, ba'zilari esa bu holatni berkitib, tovlamachilar tuzog'iga tushib yashayotganlar ham qancha oramizda. Mana shunaqa bir-biriga bog'liq, ya'ni o'sha bullinga romantika yoki kerak bo'lsa o'sha shaxsiy ma'lumotlarga ham bulling bir-biriga bog'lanib, bir-biriga chambarchas bog'lanib ketishi mumkin. O'shaning uchun avvalambor bunday holatlardan juda ehtiyot bo'lish kerak. Ya'ni o'zimiz tanimagan, bilmagan, mayli o'zimiz ishongan bo'lsak ham u odamlarga o'zimiz ertaga uyalishimiz mumkin bo'lgan video va fotosuratlarni umuman jo'natish kerak emas. Hozirgi paytda shaxsiy ma'lumotlarning sizib chiqishi jiddiy muammo hisoblanadi. Xakerlik hujumlari, ma'lumotlarning sizib chiqishi, phishing, ruxsatsiz ma'lumot to'plash bu butun dunyo bo'ylab internet foydalanuvchilari duch kelayotgan muammolarning bir qismi xolos. Shaxsiy ma'lumotlarni berish va ularni himoya qilish avvalambor o'sha bizga xizmat ko'rsatadigan har xil internet xizmatlari yoki o'sha boshqa bizning shaxsiy ma'lumotlarimiz mavjud bo'lgan tashkilotlarga bu yuklatilgan va ular tomonidan doimiy nazorat qilib olinadi. Lekin fuqarolarning o'zi ham buni himoyasiga mas'ul hisoblanadi. Ular ma'lumotni o'zidan oladi. Ya'ni bizga qanaqadir kod jo'natib, virus jo'natib, o'sha bizga tegishli bo'lgan ma'lumotlarni olishga erishadi va uni qaysi maqsadlarda foydalanishi ularga bog'liq. Eng achinarlisi, ba'zan fuqarolarning o'zi o'z xohishi bilan shaxsiga oid ma'lumotlarni firibgarlarga taqdim etishi bilan bank kartalaridagi mablag'laridan ayrilib qolishadi. Xuddi mana bu holatdagidek. Xo'sh, yuqoridagi noxush holatlarning oldini olish uchun nima qilish kerak? Kiberfiribgarlarning turli nayranglaridan qanday himoyalanish zarur? Kiberxavfsizlik mutaxassislaridan oltin qoida: hech qachon shaxsiy ma'lumotlaringizni hech kimga bermang. Siz bu bilan o'zingizni, yaqinlaringizni va hamyoningizdagi mablag'laringizni himoyalagan bo'lasiz. Sohiba Akromova, Kamron Rahmonov, Abbos O'tbosarov, Zamon informatsion tahliliy dasturi uchun.